Bo'yi past bolalarga ham oson emas. Davay Shohruz aka, davay, yana 2 minut qoldi. Davay dema, menga noto'g'ri tushunaman, davay dema. Men mani urur rasman sizni o'ylab gapiryapman. Bo'lmasam uydagilar ham sizga bermaydi. Bo'yingiz pastligini qarang. Aka, men oyoq kiyiminglarni ko'rdim internetda. O'ldim boru, jinozdan ko'nman. Bitta qilib bering. Bor. Davay. Mana qarang, oqidan bor, qorasidan bor. Qaysi biri? Oqi. Oqimi? Bo'l. Razmeringiz necha edi aka? 37. 37. 37 emas aka, bizda 41 dan boshlanadi. 37 yo'q. Yo'l, shundoq u yoq betiga o'tasizda, baby shop bor, to'g'rida. O'shdan olsangiz sal Baby shop. Ey. Charchadim, osilmayman, nima bo'yim, nima pas. Liliput, osil tez. Assalomu alaykum, kapitan Halilov. Aka, 24 yoshman men. Bo'ldi, tushundim, ketaver. Charchamayman. Iltimos Shohruz aka, tusha qoling, charchab ketdim. Senga kecha bergan gulimni Telegram kanalingda sotib olibsanmi? Erkak kishiga oson deysanlar, qadriga yetmaysanlar. Gul bersa sotib olasanlar, gul bermasa ham bo'lasanlar. Bo'ying past deysa 2 minut turnirda tura olmaysiz. O'zlarga nima yoqadi?